Bismillahirrohmanirrohim. Suratul Ixlos. Hop, qalamda bunday qilib ketgan joyim mana. Ko'pchilik Qur'on o'rganayotganlar arab tilini so'zlarini bilmaganligi uchun qaysi so'z bitta so'z hisoblanishini bilmasdan so'zlarni o'rtasidan bo'lib yuboradi. Shu narsani aniqroq bilib olishlik uchun har bitta so'zga mundoq qilib belgi qilib ketganman. Qul bitta so'z, huva bitta so'z, Allohu bitta so'z, ahad bitta so'z. Shundan tushunmasanglar bo'ladi. Qul huvallohu ahad. Bismillahirrohmanirrohim. Qul deganda mana lomda yana sukuniga e'tibor beramiz. Qul huva bo'lib ketmasin, qalqala bo'lib. Huvallohu ahad. Mana Alloh lafzi fatha harakatidan keyin, ya'ni a harakatidan keyin kelganligi uchun Alloh lafzini o'rtasidagi tashdidli lam qul huvallohu bo'lib oga o'qilyapti. Ahad da harfi mana tajvidli Qur'onlarda ko'k rang bilan belgisi bor. Agar tajvidsiz Qur'on bo'lsa, da harfi sukunlik kelgan holatida qalqala, ya'ni tebratib o'qiladi. Ahad demasdan ahad, ahad. Allohu somad. Alloh lafzi doimo o'rtasidagi tashdidli lam 1-2 deguncha miqdorda cho'zib aytiladi. Alloh demasdan Alloh deb aytiladi. Rasululloh shunga o'xshab. Allohu somad. Lam yalid. Lamni sukuniga e'tibor beramiz. Yalid bu yerda ham qalqala bor. Lam yalid, lekin to'xtash yo'q. Qalqala deb turib so'z o'rtasini bo'lib ketmanglar. Lam yalid va lam yulad. Yulad va lam yakul lahu. Va lamda mimni sukuniga e'tibor beramiz. Yakul lahu da idg'om kelyapti. Ya'ni mana bu rangi och qilib qo'ygan harflar o'qilmaydi degan harflar belgisi. Idg'om qoidasini bilganlar tushunadi. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, mana bu harfning rangini och qilib qo'yganligi va keyingi harfga tashdid qo'yganligi bu harfni o'qimasdan bu harfni ichiga kirgizib yuborishimiz kerakligini bildiradi. Yakullahu, mana kichkina vovcha ham mad belgisi. Ya'ni vav alif ya harfi mad hisoblanadi, yo harakatsiz kelganda mad bo'ladi. Endi buni kichraytirib yozib qo'ygan. Va lam yakullahu ozgina 1-2 deguncha cho'ziladi. Kufuwan ahad. Kufuwanda mana e'tibor bersanglar vav ustida tanvin turibdi, fathali tanvin. Ya'ni agar bu izhor qoidasi o'zi, izhor qoidasida tanvinda nuni aniq bildirib o'qiladi. Buni izhor qoidasini bilganlar tushunadi. Agar izhor qoidasini bilmaydiganlar bo'lsa yoki bolalaringlarga, kichkina bolalarga izhorni tushuntirsam hozir tushunmaydi, qanday qilib tushuntirsam ekan deganlarga tanvinda o'rgatib turib, tanvin mana shunaqa ikkalasi bir xilda yozilib, qing'irmas, biri kirgan, biri chiqqan emas, bir xil shaklda yozilgan bo'lsa, nunini aniq chiqarib o'qiysan deb o'rgatsanglar bo'ladi. Kufuwan ahad. Ko'pchilikdan savol berishyapti. Ma oxirida kelgan mimlar. Mimni o'qiymanmi, dadimi deb so'rab qolishadi. Bu mim agar undan kelgan Bismillahirrohmanirrohim keyingi suraga ulab ketmoqchi bo'lsangiz ishlaydi. Iqlobniki ahadum bismillahirrohmanirrohim deb o'qib ketsangiz ishlaydi. Bo'lmasam ishlamaydi. Qalqala berib to'xtaverasiz. Alloh manfaatli qilsin.